Hammaga salom. Adobe Illustrator dasturini o'rganishni sizlar bilan davom etamiz. Bugun sizlar bilan 3-darsga keldik va bugungi darsimizda chap tomonda joylashgan uskunalar panelini o'rganib chiqishni boshlaymiz. Va bugun sizlar bilan mana shu ekranimizda ko'rib turgan chiroyli patternni yaratamiz. Demak, ekranimizga e'tibor bersak, o'ng tomonda bugun biz yasab ko'radigan patternimiz joylashgan va bugun sizlar bilan bu yerdagi instrumentlardan foydalanib, aynan shu ko'rinishdagi patternni yaratishni boshlaymiz. Avvalo eslatib o'tmoqchimanki, agarda sizga o'ng tomondagi oynalar paneli xalaqit qilsa, unda siz shunchaki bu yerda ikkita strelka joylashgan tugmachani bosib, uni vaqtinchalik yopib turishingiz mumkin. Shunda sizda asosan ish maydoni ko'proq ko'rinib turadi. Demak, chap tomonda joylashgan uskunalar paneli bilan tanishishni boshlaymiz. Va eng birinchi bo'lib biz Selection tool bilan tanishamiz. Shundoq Selection toolni yoniga sichqonchani kursori bilan olib kelsak, bizda kichkina oynacha chiqadi va Illustrator bizga bu tool bilan qanaqa foydalanish kerak, qanaqa funksiyalari bor, qanaqa bizga imkoniyatlar berishni kichkina oyna orqali namuna sifatida ko'rsatib qo'ygan. Ushbu toolni biz shuningdek klaviaturamizdagi V harfini bosish orqali tezda topib olishimiz mumkin. Ya'ni siz aynan shu toolni tanlashingiz uchun kursoringizni aynan shu yerga olib kelishingiz shart bo'lmaydi. Shunchaki ingliz tilidagi V harfini bossangiz, mana shu toolga o'tadi. Kelinglar, sizlar bilan Selection toolni hozir ishlashini sinab ko'ramiz. Bu uchun biz biron bir obyekt chizib olishimiz kerak. Agar mana shu Selection toolning tagiga tushadigan bo'lsak, to'rtburchak holatda Rectangle tool joylashgan. E'tibor bersalaringiz, Rectangle toolga olib kelganimizda kursorimizni xuddi shunaqasiga Illustrator bizga namuna sifatida mana shu tool bilan qanaqa foydalanish kerakligini ko'rsatib bermoqda. Rectangle toolga kelganimizda sichqonchaning o'ng tugmasini ichiga kiradigan bo'lsak, yana biz qo'shimcha yashirinib turgan toollarni ko'rishimiz mumkin va bu geometrik shakllarni bizga chizishga yordam beradi. Misol uchun, to'rtburchakdan tashqari biz dumaloq chizishimiz mumkin yoki bo'lmasam yulduzcha yoki ko'p burchakli boshqa geometrik figuralarni chizishimiz mumkin. Kelinglar, biz sizlar bilan hozir to'rtburchak shaklini chizib olamiz. Bu uchun biz Rectangle toolni tanlaymiz yoki klaviaturamizda M harfi bilan bu toolni tezda topib olishimiz mumkin. Va mana biz xohlagan ko'rinishdagi, xohlagan o'lchamdagi to'rtburchakni chizishimiz mumkin. Agar siz shiftni bosib turib chizadigan bo'lsangiz, bizga kvadrat shaklini chizib beradi. Va mana ko'ryapsizlar, katta yoki kichik qilib buni chizib olishimiz mumkin. Shuningdek, biz xohlagan o'lchamni transform degan joyga kirib turib kiritishimiz mumkin. Misol uchun kelinglar, bunga 200 piksel qilib o'lcham beramiz. Mana bizda 200 piksel o'lchamdagi kvadrat chizildi. Endi V harfini bosib turib Selection toolga o'tamiz va mana shu toolimiz bilan obyektimizni xohlagan joyga siljitishimiz mumkin. Shuningdek, biz artboardning tashqarisiga ham buni siljitib olishimiz mumkin, lekin dizayn qilayotganimizda aynan artboardni ichida chizishni tavsiya beraman, chunki oxirida biz faylimizni saqlayotganimizda aynan artboardni ichidagi dizaynni eksport qilishimiz mumkin bo'ladi. Mana sizlar bilan Selection toolning vazifasini ham tushunib oldik. Endi kelinglar, sizlar bilan o'ng tomonda joylashgan dizaynimizni takrorlab ko'ramiz. E'tibor bersak, birinchida turgan shaklimiz to'rtburchakdan iborat. Bizda bu to'rtburchak chizildi va bu yerda pushti rangga bo'yalgan. Biz ham osongina buni pushti rangga o'tkazib olishimiz uchun bu yerda pastrog'ida airdropper bor. Inglizcha I harfini bosish orqali topib olishimiz mumkin. Va mana shu toolni tanlab olib, mana bu shaklni ustiga bitta bossak, aynan o'sha rangni bizga kopiya qilib beradi. Mana biz kvadrat shaklini chizib oldik. Endi keyingisi biz doirani chizib olishimiz kerak. Bu uchun esa biz qaytadan Rectangle toolni ichiga kirib, Ellipse toolni tanlab olamiz. Va chizishni boshlaganimizda e'tibor bersalaringiz, bunda ham Ellipse toolimiz xohlagan shaklda chizilyapti va agarda biz Shift tugmasini bosib turib chizadigan bo'lsak, unda bizga to'g'ri doirani chizib beradi. Shuningdek, o'ng tomonda kulrang to'rtburchak ichida qanaqa o'lchamda chizayotganimiz bizda raqamlarda ko'rsatib turibdi. Va bizda hozir e'tibor bersalaringiz, butun bir pikselni emas, balki piksel ham bir nechta bo'lakka bo'lingan holatda hisoblab beryapti. Mana shu narsa bo'lmasligi uchun o'tgan darsimizda ko'rsatganimdek, viewni ichiga kirganimizda, agar biz snap to pixelni yoqib qo'yadigan bo'lsak, endi chizayotganimizda bizda aynan piksel bo'yicha yaxlit holatda chizib beradi. Biz hozircha bu funksiyani o'chirib qo'yamiz va shunchaki
chizgan ellipsimizni tanlab turib, transformni ichiga kirib, bu yerdan 200 deb o'lchamlarni kiritamiz. Va buni biza mana shu to'rtburchagimizni ichiga olib kelamiz. Faqat hozir biza buni rangini o'zgartirib olishimiz kerak. O'zgartirish uchun esa shunchaki airdropperni tanlab turib, mana bu shaklni ustiga bitta bosamiz va bizada aynan o'sha rang tanlab olindi. Obyektimizni mana shu joyga olib kelayotganimizda e'tibor bersalaringiz, markazga olib kelgan paytingizda sentrda o'rtasidan bizaga podskaska chiqib turibdi. Mana shu narsa sizda chiqmasa, demak sizda viewni ichida Smart Guides o'chirilgan bo'ladi. Buni siz yoqib qo'yishingiz kerak. Misol uchun hozir buni o'chirib qo'yaman. Mana endi buni olib kelib joylashtiradigan bo'lsam, menga hech qanaqangi yordamchi ma'lumot chiqib turmaydi. Qachonki viewni ichiga kirib Smart Guidesni yoqib qo'ysak, unda bizaga ishlashimiz ancha oson bo'ladi, chunki bizaga Illustrator o'zi qayerga nimani siljitishimiz kerakligini ko'rsatib turadi. Mana biz sizlar bilan to'rtburchak bilan doirani chizib oldik. Endi keyingi kichkinaroq ko'rinishdagi doirani chizib olishimiz kerak. Bu uchun biz yana Ellipse toolga kiramizda doira chizib olamiz va bu yerdan transform ichiga kirib, taxminan 100 piksel o'lchamida kiritib chizib olamiz va bunga I harfini bosgan holatda rangini kopiya qilib olamiz va katta ellipsning ustidan joylashtiramiz. Mana biza birinchi shaklimizni to'liq nusxasini chizib oldik. Endi buni hammasini belgilab turib, guruhlab olishimiz mumkin. Guruhlash bizaga umumiy mana shu narsalarni chizgan obyektimizni bitta guruh qilib siljitishimizga yordam beradi. Ya'ni men hozir alohida siljitmoqchi bo'lsam, hamma elementlarim alohida siljib ketadi. Shuning uchun hammasini bitta qilib siljitish uchun guruhlab olsak, bizga ishlashimizga qulay bo'ladi. Hozir e'tibor bersalaringiz, chizgan elementlarimni har xil joyga siljitib tashladim. Mana shu narsani avvalgi holatiga qaytarishimiz uchun bizada eslaringizda bo'lsa, view panelidan historyni yoqib olgandik. Historyga bitta bosamizda amallarni orqaga qaytaramiz. Ko'rib turganingizdek, orqaga qaytdi. Yoki shunchaki yana oson yo'li, misol uchun qaytadan tushirib olamizda, Ctrl Z harfini bir necha marta bossak, o'zimizga kerakli holatgacha qaytarib olishimiz mumkin. Hammasini yig'ib olganimizdan keyin Selection toolni bosamiz va teparoqdan sichqonchani bosib turib belgilab olamiz. Belgilab olganimizdan keyin Ctrl G harfini bosadigan bo'lsak, bizda bu guruhlandi. Hozirgi holatda bu chizgan elementimiz qanaqa ko'rinishda ekanligini ko'rishni xohlasangiz, Layersga o'tib olamiz. Mana layerni ichiga kirsak, hozir mana group bo'lib turibdi, ya'ni mana shu group. Biz bu groupni xohlasak ko'zni o'chirib qo'yishimiz mumkin yoki katta doirani o'chirib qo'yishimiz mumkin va shunga o'xshash amallarni bajarishimiz mumkin. Demak, davom etamiz. Keyingisi bizada mana shu ko'rinishdagi element. Buni chizish uchun biz yana 200 pikseldagi rectangle chizib olamiz. Endi biza sariq rectangle'imizni bu yerda ko'rinib turgan ko'k rangga o'zgartirishimiz kerak. Bu uchun pipetka bilan rangini tanlab olamiz va endi e'tibor bersak, mana shu to'rtburchakning ichida to'rtdan bir qismi joylashgan ellipsimiz bor. Mana shuni chizib olishimiz kerak. Bu uchun biz ellipse toolga kiramiz va to'rtdan bir qismi bo'lsa, biz 200 piksel chizgan bo'lsak, endi 400 pikseldagi ellipsni chizib olishimiz kerak. Bu yerdan kirib 400 pikselni beramiz. Buni rangini kopiya qilib olamiz. Buni ichida yana kichkina ko'k rangdagi ellipse ham bor. Uni ham chizib olamiz. Bu 200 pikselda bizada. Uni rangini shu yerdan kopировать qilib olamiz va buni markazga joylashtirib olamiz. Endi ikkalasini belgilangan holatda guruhga qilib olib, mana shuni tepa qismiga joylashtiramiz. Va bu ikkalasini belgilab turib, mana buni yoniga joylashtiramiz. Shu joyda yana bir foydali funksiya bilan tanishtirib o'tmoqchiman. Mana shu joyda joylashgan ikkita elementimiz bir-biriga tutashib turgan yoki tutashmaganligini ko'rishimiz uchun Ctrl I harfini bossak, bizada outline holatga o'tadi. Mana ko'rib turganingizdek, bizada chiroyli qilib tutashgan. Agar tutashmagan holatda bo'lsa, mana bunaqangi orasida ochiq joy qolishi mumkin. Va biz buni shunday olib kelib tutashtirib qo'yishimiz mumkin. O'zi
olib kelganimizda e'tibor bersangiz bir-biriga tekkanida intersect degan yozuv chiqadi. Qaytadan rangli holatga o'tkazish uchun Ctrl Y harfini yana bir marta bosamiz va kelinglar biz buni hammasini belgilab turib artboardimizni eng boshiga joylashtirib qo'yamiz. Mana bizda joylashdi. Endi keyingisi xuddi shuni o'zi, faqat rangi o'zgargan holatda ekan. Buni ham biz hozir kopiya qilib olamiz. Mana shundan kopiya olish uchun Alt tugmasini bosib turib pastga tushirsak, xuddi shuni o'zini kopiya qilib oladi. Biz esa hozir umumiy orqasidagi to'rtburchak bilan kopiya qilib olishimiz kerak. Shuning uchun Selection tool bilan hammasini belgilab olib, Alt tugmasi bilan pastga tushirib olamiz va xuddi shuni teskari holatda o'tkazib olamiz. Bu uchun boshida turgan obyektimizni gruppadan chiqarishimiz kerak. Gruppadan chiqarish uchun sichqonchaning o'ng tugmasini bossak, bizda ungroup degan yozuv bor. Shuni bitta bosamiz va ranglarni xuddi shundagidek kopировать qilib olishimiz kerak. Mana biz ikkinchi tomonni ham chizib oldik va shu yerda yana bitta qo'shimcha tool bilan sizlarni tanishtirib o'taman. E'tibor bersalaringiz, biz umumiy shaklni chizib oldik, lekin bu yoqda ortiqcha elementi chiqib turibdi. Shu narsani chiqib turmasligi uchun hammasini belgilab olib, bu yerda bizda Shape Builder tool degan tool bor. Shift M harfini bossak chiqib keladi. Mana shuni bosib turib, Alt tugmasini bossak, biz keraksiz qismini o'chirib tashlashimiz mumkin. Buni ham xuddi shunaqasiga hammasini belgilab olamiz. Avval Selection tool bilan, keyin Shape Builder toolga o'tamizda, Alt tugmasini bossak minus holatga o'tadi va keraksiz joylarni shundoq o'chirib tashlashimiz mumkin. Buni ham hammasini tayyor bo'lgandan keyin belgilab, gruppa qilib olamiz va yoniga joylashtiramiz. Hozir biz sizlar bilan Rectangle tool va Ellipse tool bilan tanishib chiqdik. Endi kelinglar, Polygon tool bilan ham tanishib chiqamiz. Bu uchun biz o'ng tomonda joylashgan dizaynlar ichidan mana shunisini takrorlab ko'ramiz. Bu uchun yana qaytadan Rectangle toolni ichiga kirib, bitta to'rtburchak shaklini chizib olamiz. Bunga xohlagan boshqa rang berib turamiz. Misol uchun pushti rangni va endi bu yerda mana shu uchburchakni chizishimiz kerak. Bu uchun biz Polygon toolni bosamiz. Polygon toolni bosganimizda ekranni xohlagan joyga bitta bossak, necha burchakli chiqishi kerakligi haqida bizda shunaqangi oyna chiqadi. Hozir bizda 6 burchakli turibdi. Mana shu yerdan biz kamaytirib 3 burchakka tushiramiz. Va OK tugmasini bosamiz. Bizda mana shunaqangi 3 burchak chizildi. Buni rangini biz hozircha sariq qilib olib turamiz va biz buni mana shu joyga olib kelamizda to'rtburchakni boshlanish burchagiga qo'yib olamiz. Shu yerdan Shift tugmasini bosib turib, Selection tool yordamida katta qilib olishimiz mumkin. Xohlasak, transform ichiga kirib turib, mana shu joydan 200 piksel qilib berib olsak ham, o'sha o'lchamni bizga chiqarib beradi. Faqat e'tiborli bo'lamiz, aynan burchaklari chiroyli bo'lib tegib turishi kerak. E'tibor bersalaringiz, bizdagi uchburchak bu yerdagi uchburchakdan farq qiladi. Ya'ni bo'yiga uzunroq. Bu narsani to'g'rilash uchun biz yana bitta qo'shimcha tool bilan tanishamiz. Bu bizda Selection toolning yonida o'ng tomonda Direct Selection tool deb yozilgan uskuna bor. Shunga bitta bosamiz. Bu tool bizda nuqtalar bilan ishlaydi. Misol uchun uchburchak chizish uchun 3 ta nuqtadan foydalanilgan. Bu birinchisi, ikkinchisi va uchinchisi. Uchinchisiga bitta bossak, ko'ryapsizlar, o'sha nuqta belgilandi va biz buni shiftni bosib turib pastga tortib tushirishimiz mumkin. Va taxminan o'rtasigacha olib kelamiz. Endi xuddi shuni o'zini Alt tugmasini bosib kopировать qilib olamiz va Selection tool orqali buni aylantirib olishimiz mumkin. E'tibor bersalaringiz, Selection toolni bosganimizdan keyin yoniga olib kelsak, mana shunaqangi strelka chiqadi. Mana shu yerdan shiftni bosib turib aylantirib olishimiz mumkin. 180 gradusga aylantirib olamiz va buni biz kvadratimizni ichiga joylashtirib olamiz. Mana bizda endi xuddi bu yerdagidek ko'rinishdagi uchburchak chizildi. Keyingisi mana shu bargli ko'rinishdagi figurani chizib olamiz. Bu uchun bizga ikkita ellips tool kerak bo'ladi. Bitta ellips chizamiz, yonidan yana bitta kopiya qilib ellips olamiz. Endi outline holatga o'tkazib olishimiz kerak bo'ladi. Ctrl Y harfini bosib turib, outline holatga o'tkazib, mana shuni o'rtasidan qo'yamiz. Xuddi barg ko'rinishiga olib kelishimiz kerak. E'tibor bersalaringiz, o'rtasida bizda barg ko'rinishida rasm chiqadi. Endi biz ikkalasini belgilab turib,
Shape Builder toolga o'tamiz va Alt tugmasini bosib, keraksiz qismlarni o'chirib tashlaymiz. Rangli holatga o'tib olamiz. Mana bizda chizildi. Buni biza guruhlab olamiz, Ctrl G harfi bilan. Guruhlab olib, endi biza xuddi mana shu gul shakliga o'xshatib, buni aylantirib olishimiz kerak. Bu uchun biza Selection toolni yana bitta bosamiz, Shiftni bosib turib, 45 gradusga bitta aylantirib olamiz. Xuddi shu elementimizni ko'paytirish uchun bitta ustiga bosib, sichqonchani o'ng tugmasini bosamiz. Bu yerda bizda transform chiqadi. Transformning ichidan reflectni tanlaymiz va bu yerdan biza vertikal holatda bundan kopiya olamiz. Kopiya qilib bitta bosamiz. Endi buni boshlang'ich burchagiga olib kelamiz. Ikkalasini guruhlab olamiz va xuddi shuni yana bir marta transform holatdan o'zgartirishimiz kerak. Endi gorizontal holatda aylantirib olamiz. Kopiyani bosamiz, shundan kopiya bo'ldi va buni pastga tushiramiz. Mana bizda bu yerdagi ko'rinishdagi gulcha chizildi. Biz yana bitta kvadrat chizib olishimiz kerak. Bu uchun rectangle toolga kiramiz. 200 pikselda yana chizib olamiz. Buni tepaga joylashtiramiz va gulchamizni guruhlab olgan holatda shu to'rtburchakning ichiga olib kelamiz. Hozir e'tibor bersalaringiz, menda gulcha orqada qolib ketdi. Mana shu narsani oldiga chiqarish uchun biz layersga kirsak bo'ladi. Layersga kiramiz. Ichidan ko'ryapsizlar, ko'k rang bilan biz hozir belgilab turgan obyektimiz chiqdi. Mana shu yerdan belgilab turib, tepaga ko'tarib olishimiz mumkin. Bizda mana endi tepaga tushdi. Va mana shu yerdan olib kelganimizdan keyin Alt va Shift tugmasini bosib turgan holatda buni kattalashtirib, burchagigacha olib kelib olishimiz mumkin. Gulchamiz ham bizda tayyor bo'ldi. Qolgan elementlarni ham xuddi shu tarzda chizib ketishimiz mumkin. Xohlasak mana shu joyni o'zida shunchaki nusxalarni ko'chirib olishimiz mumkin. Misol uchun menda hozir 4 qator chizildi va xohlasak biz artboardimizni mana shu joyda kichkina qilishimiz mumkin. Eslaringizda bo'lsa, biz darsimizning boshida 1000 pikseldagi o'lchamda artboard ochgandik. Mana shu yerdan biz endi kichkinaroq qilishimiz ham mumkin. Bu uchun Artpool toolga kiramiz va bu yerdan mana pastidan tepaga qarab ko'tarib o'zimizga kerakli o'lchamga chiqarib olishimiz mumkin. Ko'rib turganlaringizdek, biz patternni chizib tugatdik va sizlar ham uyga vazifa sifatida xuddi shunaqa patternni o'zingizga xohlagan ranglar bilan chizib takrorlashingiz kerak bo'ladi. Bugungi darsimiz shulardan iborat edi va keyingi darsda sizlar bilan chizgan proyektimizni qanday qilib saqlashimiz mumkin va fayllarning qanaqa turlari borligini o'rganib chiqamiz.